Devam etamiz yana g'unojlar qatorida. Savdo bo'lyapti. Necha pul so'rayapsiz aka? 15 million so'm. 15 million so'm so'rayapti. Devam etamiz yana g'unojlar qatorida. Ko'rsatishdi. Necha pul buni bahosi aka? 17 million. Bozor necha pul so'ra? 17 million bahosi aytilgan ekan. Bozor 14 million so'm beribdi bunga. Bo'ylari biri 10. Narxlar bilan ko'rsatamiz. Bular 4 ta bor ekan. Necha pul buni bahosi? 16 kam bu. Bozor necha pul so'ra? 14 yarim. 16 kam bor ekan, bozor 14 yarim so'radi. Nechmagan bu? 16 kam bor. Bularchi? 17 dan deyapmiz, aka kami bu. 17 dan bular bahosi. Bozor necha pul berdi bularga? Hamma so'rayapti aka. Olti kam bor deyapti. Mana shu 7 kelgan. Bozorda odam ko'p bugun, ko'p. Yaxshi syomka qilishga ham imkon bo'lmayapti. Qo'ldan kelgancha syomka qilamiz. Mana shu akamizda ham ikkita yaxshi g'unojasi bor ekan. Kaç? Aka necha puldan bular bahosi? 20 dan? 20 milliondan baho qo'yibdi. Bozor necha pul so'ra? 16, 33 ikkalasiga. 20 dan deb baho qo'yilgan. 33 million so'm ikkalasiga berdi bozor. Devam etamiz yana g'unojlar qatorida ko'rsatdi. Sanjar qaysi sizdan? Ikkalasi. Yaxshi g'unojlar. Necha puldan bular bahosini aytyapsiz? Bularni qo'lab beraman. Ikkovini 35 deyapman, kami bor ekan. Bozor necha pul so'ra? Ikkovini 31 so'rayapti akajon. Ish bitadigan joyini ayting bitta. Ish bitadigan joyi aka 18 da 32 bo'lsa beraman akalasini aka. Dastakasini ham qo'yib beramiz ichida Samarqand. Aka Samarqand bo'ylab pul beraman. Ikkalasini dastakasi ichida deyapti. Samarqand bo'ylab qiziqqanlar. Yaxshi g'unojlar, orqa kengliklari. Nomerni ayting. 93lik aka. 93lik 728 728 79 37. 79 37. Sanjarbek. Sanjarbek. Nomerlarni qo'ydik, qiziqqanlarga mana ikkita yaxshisi bor ekan. Samarqand bilan besplatni dastakasi ichida. Juda savdo avjida bo'ladi. Savdoni bergandan keyin beri 24 million bunga 14 million 600 ming ustiga qaysi birini bersiz? Bo'ldi qarang. Yo'q, bering. Bozorda qoldirman bor. Chorva bom deb yozsangiz chiqadi. Bir joyga savdo bergandan keyin beringlar. Aytsa aytganni bering ekan. Bering mana xaridor keldi. Qo'ying 24 million so'm. Aytaba kam. Nechtasi 24 bo'lyapti? 24 million. Baraka bormi? Mana bu ikkalasi ekan. 24 million so'm. Aka kam. Odam bunaqa narsa savdosi tushgan bor. Nima deyapsan?
Savdo aka, qaysi savdo bo'lyapti? Ko'rsataylik. Ishqibozlariga. Qalbidan ikkinchisi. Aka. Ancha kam. Ancha. Mana shuni deyapti, hozir ko'rsatamiz buni. Mana shu nojin savdosi bo'lyapti. Nechtasilardan berdi? 4 tami? 6 tami? 1 2 3 4 mana bu 5-inchisi. 16dan bir kam bo'ldi. Mana bu 6-inchisi. 6 ta sizdan ha? 6 ta bizdan. Mana bu savdosi bo'lyapti, shundaymi? Mana qalbidan ana bu ikkinchidan. Ha, mana bu bilan mana buni savdosi bo'lyapti. Nech pul savdo bo'lyapti? 27. Ikkalasi 27 million so'm savdo bo'lyapti mana. Chekidan berma, 20dan berma, 24 million. Qo'shilmaydi. Bizda oldi. 24 million so'm bering. Bular nech puldan savdo aka qolganlar? Bu ikkalasi 16dan kami bor. Bu ikkalasi 16 dan kam bor. Bitaydigan joyini ayting ikkalasini. 15,5 dan beramiz. Dastavka ketdi Samarqand bo'ylab. Samarqand bo'yicha dastavka beramiz. 15,5 dan ketdi уже. Dastavkasi ichida bo'ladi, Samarqand bo'ylab deyapti. Yering shuni. Qolganichi? Vaqti olmay. Voy, uchalasini 14,5 gacha so'rashyapti. Ikkita maydon 14 dan, bu ikkalasini 14,5. O tarafdalar 14 dan 14,5 dan so'rayapti ekan. Ishqibozlariga ketdi bular. 15,5 dan bo'lsa dastavkasi Samarqand bo'ylab deyapti. Ketaveradi. Nech pul bo'ldi bu? 17,5 dan qaytdimi? Yetti yarimdan qaytibdi. Olyapsanmi telefonga? Mana olyapti. Olaver. Hammasini ol. Qoldirma bir dona. Savdo aka nomini qo'yib ayting. 99lik. 99lik 590 590 70 39 ha. Turban qo'shaversin. Obunachilar uchun mana 15,5 dan qo'yib dastavkasi ichida Samarqand bo'ylab. Aka. Sotasiz oldi.